Umidsiz qarzi bugungi kunda sud qarori bilan majburiyati bekor qilingan, tugatilgan yoki bankrot deb topilgan yoki o'sha jismoniy shaxs vafot etgan taqdirda davlat reyestriga qarzdorlik kiritilgan kundan boshlab 10 yil davomida to'lanmagan qarz umidsiz qarz deb e'tirof etiladi. Asosan bu jismoniy shaxs agar umidsiz qarz holati bo'lsa, vafot etgan bo'lishi kerak. Ya'ni merosxo'ri qarzdorlikni o'sha bo'yniga olmasa, bu umidsiz qarz deb topiladi va umidsiz qarzki jismoniy shaxsning o'lganligi to'g'risidagi o'sha guvohnomani soliq organiga taqdim etilsa, o'sha qarz reyestrdan chiqariladi. Umidsiz qarz sifatida tan olinadi. Yuridik shaxs tomonidan esa umidsiz qarz qachon hisoblanadi? Yuridik shaxsdan o'sha sud qarori tomonidan to'lov qobiliyati yo'qotilganda, ya'ni bankrotlik holati e'lon qilinganda, o'sha hech qanaqa o'sha bankrotlik holatida korxonani o'sha qarzdorlik to'lash imkoniyati bo'lmaganda, mol-mulki bo'lmaganda yoki o'sha to'lovsizlik qobiliyati yuzaga kelganda, bu davlat tomonidan reyestrga kiritilgan sanadan to 10 yil davomida to'lanmagan qarzdorlik ham umidsiz qarz hisoblanadi. Jismoniy shaxsda ham soliq qarzdorligi to'lanmagandan so'ng o'zi sudga qo'shiladi. Bugungi kunda MIB tomonidan ham o'sha fuqaroni o'sha undirish imkoniyatini topa olmasa, xulosa tayinlanadi. Qarzdorlik o'sha to'lovsiz qobiliyatiga kelib qoladi. O'sha fuqaro to'lovsiz qobiliyatiga, ya'ni o'zi muddat o'sha 10 yildan so'ng o'zi avtomatik soliq qo'mitasi tomonidan ro'yxatga olinib chiqazib yuboriladi. Undan tashqari soliq kodeksiga yana qo'shimcha o'zgartirishlar kiritildi. Penya bo'yicha. O'zi penya bu soliq kodeksida yozib qo'yilgan qanaqa hisoblanish tartibi, soliq qarzi vujudga kelgan sanadan boshlab O'zbekiston Respublikasining qayta moliyalashtirish stavkasini 300 dan 1 barobarga miqdorda hisoblanadi va bu majburiyat yuzaga kelgan sanadan boshlab soliq qarziga ijro hujjati reyestriga kiritilgan sanadan boshlab soliq penyasi hisoblanmaydi. Bu o'zi nima degani? Ya'ni bu o'zgartirish, ya'ni to'lov qobiliyatiga ega bo'lmagan, ya'ni o'sha soliq qarzini to'lash imkoniyati bo'lmagan korxona yoki jismoniy shaxslar uchun bu penya hisoblash to'xtatiladi degan ma'noda tushuntirilgan.